Mana sizlarga 35 kilovatli ekonom taqmoq katyollarimizni obzor qilib beramiz. İchki holati uchlik listdan tayyorlangan bo'ladi. Ichi tashi uchlik rossiyskiy listdan tayyorlangan bo'ladi. O'tib litrlari 0.8 listdan tayyorlangan bo'ladi. Garelkalariga kelsak, garelkalari temirli varianti 8 listdan tayyorlangan bo'ladi. Chugun varianti ham bor. Bu eshillamaslik uchun uzoqroq yil ishlab berish uchun ancha yaxshi bo'ladi. Bu Polshadan keltirilgan zavodskiy garelkalarimiz bo'ladi. Katyolimizning komplektida boshqaruv miyasi, vertinatori, reduktor motori bo'ladi. Bunkerlari 1.7 listdan tayyorlanadi. Tig'imi katta bo'ladi, tez qaralmaydi. Bemalol solib qo'yib 4-5 kun xizmat ko'rsataveradi. Orqadagi eshiklarimiz, orqa kasetalarimizni tozalash uchun bo'ladi. Bu yo'llari uzun, shuning uchun ekonom katyol bo'ladi. Bu katyolda boshqa katyollardan farqi, boshqa katyollar 10 tonna rasvod qilsa, bir yiliga bu 8 tonna rasvod qilib beraveradi. Anchagina ekonom bo'ladi. Motorlarimiz dvorniy bo'lmaydi, motor bo'ladi. Dvayniy reduktorli motor holatda bo'ladi. Pastda tozalash uchun eshikchalarimiz mavjud. Kimga shunaqa sifatli ekonom katyollar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Siz xohlagan turdagi katyollarni sifatli va vaqtida yetkazib beramiz.